bilan men yana Aura 999 Plus. Bugungi videomizda mana shu ko'rib turgan akkauntingizga qarshi Barselonadagi akkaunt tushadi. Hop, videoni cho'zib o'tirmayman. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, videoni boshlasak ham bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdik. Go. Hop, mana Kuret final yarim finaldan bitta keyingisi. Okey, o'yin yaxshi bo'ladi, ya'ni qiziqarli bo'ladi degan. Tamam. Hop, birinchi o'yin, birinchi hujumimiz va Messi birga bir holat va gol. Kalla bilan gol urildi. Boshdan zarba va gol. O'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Bundan keyin o'ylab ko'rishimcha qanaqa video chiqarsam ekan. Men 3 xil yo'nalishda video olmoqchiman. Ya'ni Minecraft va Drill Mega Soccer 25 hamda PUBG Mobile yo'nalishidan videolar olmoqchiman. Qaysilar video olishni aytib qo'ysangiz, men o'sha kimiki eng ko'p bo'lsa o'shanga qarab o'yin o'ynayman. Tanlov o'zingizda. 3 tadan bittasini tanlab ovoz ber. Va xuddi ana shu aytganingiz video bo'ladi degan umidda biz o'yin o'ynayapmiz. Fedeyon Golvin ushladi. Yo'q, Kubarsi olib qo'ydi. Hop, Ronaldoga sariq berilibdi. Cristiano Ronaldoga. Messi ikkalasi bitta komandada o'ynashadi, ya'ni o'ynataman. Mening jamoamda ikkalasi bitta komandada o'ynaydi, lekin bu yerda hozir offside. Chesni o'yinga tashlab berdi. Ronaldo push qilib oldi. Yengil pas, Golvin qadadi. And it's a fantastic finish off the woodwork there, giving the goalkeeper no chance whatsoever. Kubarsidan Garciyaga to'p tushdi. Adashmasam bu Yamalga to'p bergan edi, lekin u qilar ishni qilib qo'ydi. Sizga qaysi komanda yaxshi? Real yoki Barsa? Real degan obuna bo'lib komment yozamiz, Barsa deganlar like bosamiz. Qani ko'ramiz, oramizda Realchilar ko'pmi, Barsachilar? Va gol. 3-chi gol. 43-daqiqa 3-chi gol. Bollar xo'p. Hop, reklama ko'rib turilsin. Nope. Huh? Do'stlar, ichaga kech qolib ketdim. Muammo chiqib qoldi. Va endi davom ettiramiz. Ko'p kuttirib qo'ygan bo'lsam uzr. Qarang. Mashadan undoqdir foto. Gol. 48-daqiqa 4-0. Barsa endi javob qaytaradimi? Cristiano pas, yana bitta pas. Golvin. Vay. Ronaldo Messi comeback. Gol.
Ronaldo Messi comeback. That goal, his second of the Ronaldo match. oshirdi. Garcia. Hop, do'stlar, o'yin davom etamiz. Koundé with a tackle. Faqat to'pga Will he go for tashlanyapti glory? ular The va referee's gone penalti straight for his ishladik. whistle, and it's a penalty. Qizil berilsa kerak, yo'q. Kubarsiga sari. Himself. He's received the 79 booking. reytingli Kubarsi. Ronaldo golur. Cristiano Ronaldo! Arda Cristiano! Shahlovchi Abdusalomov Hasanboy. Keeper tried to put him off, but there was no Goal. stopping him scoring. Hop. 62-daqiqa 6-0. Judge the Yana pass. tezlash borasan. Hop, oldi va gol. 7-0. 2 goals today Gol from this exciting Alessandro player. Goli. Xato qilmasa kerak endi Pedri. Konadve, Messi, Ankara Messi, Rafinha, Hakimi. Biz ham bitta podkast beraylik. Gavi. Ha, bo'ldi oldi. Rashfordmi bu? That's a poor pass. Marcus Rashford Looks bo'lsa like he kerak. won't get his hat-trick today. He's being Yo, subbed balda off. ekan. Do'stlar, u balda ekan. He's taking the ball out Yaqin wide. podkast berib yubordim. Fermin Torres. Keeper didn't La'nati. Fantastic. Fermin Lopez. Goal from the substitute. Gol Bringing him urdi. on was surely the right decision. Hattoki Realdan ham bitta hech qachon hali gol yemadim. Retains possession. Barsada yedim. Lekin statistikaga qaraganda Game, lots of tackles being made. The ref has to Barsa do something here. statistika bo'yicha It's a yellow ko'p card. No Nam arguments there from Jabluk. the player. sari bo'lyapti-ya. O'zmashidan Messi qadisi. Messi tepada, Unleashes the shot. Fede Gets in the Jong, way of the shot. Kuparsi, Hakimi tak. Messi bu demir ya endi bo'ldi. 7-1. Hisoblaydigan bo'lsak 6-0 hisobga o'tadi. Hop, bu demir tezlash. Yo'q, tezlik kamda bunda. Almashtirish shishney. Rolled out by the To'g'ri goalkeeper. talaffuz qilmadi menimcha. Oh, he did really well there. Ha, nima urib bo'lmi? Kubasi wins the tackle. And he won't be getting his hat-trick today as the Avdan manager's o'yinga to'p taking him tashlab off the bench. berildi. Erik Pulgar buni oshirdi. Antoni Delkin, What will he do? Reis, Fut, Windemer. It's on target and the ball only finds the side netting. They keep hammering the opposition in search of more goals. Kubarsi va to'pni olib qo'ydi. Yo'q, Antoni Oh, and hujum dispossessed qilishimizga imkon ber. there. Oh, it's a goal. What a 8 difference the ber, sun has yaxshi. made. He scored. Bugunchalikka bo'lib turadi. And the referee blows for... Time tugadi. Video ham oxirlashib qoldi. Sizga video yoqqan bo'lsa kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Sizlar bilan Aura 999 tinch bo'ldi. Xayr.